Hoppa! Mine bit. Kette buldu da indi. Ay, buldu bakayım. Buldu. Çok bulma. Hey dostlar, selam. Sizni ko'rib turam bit. Ay, ishlab da qarayım indi men. Bir de tik turmayım indi o'zim. Ali ishlim, ali qushlar, hayvanlar bilan söyleyeceğim. Alar benim en yakın dostlarım. Mevitaların tillerini anlayayım. Çünkü Mevit Galiboviç. İş atı indimi, iş atı. Nik degende mi? Özüm yazam, özüm okuyayım, özüm hayvanlar bilan söyleyeceğim, özüm konferensiyalarga çıkamam. Mine bir de armayayım, at kebek. Hatta basıp da yıklay alam ali. Atta basıp yıklay. Qara, at. Men at kebek işleyim, özüm atta atlayayım. Eyde güzeli birgeleşip at turunda video qarayıq. Anlasın konuşuruz. Siz qaraytırız, emin işleymen, işlerge kerek. At zor hem güçlü hayvan. Ol yer yüzünde 60 milyon yıl ilk barlıqqa kelgan. Ko'p g'asrlar bo'yi kishilarning yaqin do'sti, yordamchisi ham birinchi transporti bo'lgan. Otning boshi uzuncha, burun teshiklari keng, quloqlari ishlayib tura. Zo'r ko'zlari boshining yon yoqlarida o'rnashganga ko'ra, ot boshin burmishada oldinda, o'ng ham so'l yog'ida narsa bo'lganini ko'ra ola. Bu hayvonning gavdasi zo'r, oyoqlari tuz ham uzun. Ot bek yaxshi sikira ham yugura. Ol 2,5 metr buyuklikka sikirga ham 1 soat ichida 60 kilometr ora uzarga mumkin. Yurganda bu hayvon tapilarining eng ishida o'rnashgan tuyoqlarga bosib yuri. Tuyoqlar qirilmasin ham yorilmasin uchun kishilar otlarga dog'a kiyirdilar, ya'ni dog'alilar. Ot yaqindan aybat, yiroqdan nasharroq ko'ra. Sari, yashil, zangar tuslarni ayira. Qorong'ida et ham yobalak kebek yaxshi ko'ra. Bosib da, yotib da yo'qlay ola. Tusli tushlar ko'ra. Do'stim, otlar bir-birisi bilan oralasha da bila ekan. Buning uchun ular quloqlarini yeysa, quyruqlarini silkita, firildi. Ot kunina 90 litr suv icha. G'adatda ulan, suli, salam ham pishan bilan to'qlana. Olma, kishir, qarbiz, ipi yarata. Ashi ham bolalar rizqlar orasidan bolalarini saylay. Sen bilasingmi, otlarning tishlari 18 yoshga qadar o'sa. Onlari o'sudan to'xtay. Ati otni oyg'ir, ani otni biya deb ataylar. Biya yilga bir topqir bola toba. G'adatda bir, siragraq 2 qulun dunyoga keladi. Qulun tug'ashuq tapilarini bosa. Bir necha soatdan endi yurib ta ketadi. Qulun boshda anisining suti bilangina to'qlana, 10 kundan birinchi topqir pishanda oshab qariy. Biya bolasini tarbiyalab, yoqlab, soqlab tura. Otlar kishining kayfini seza ham anglay. Otda yurish salomatlik uchun bek foydali. Otlar yordamida hatto og'riqlarni da davolab bo'lar. Bu ipoterapiya deb ataladi. Dostlar, bilasizmi? Ot eng tirish, eng sabr, eng nomusli, eng to'g'riliqli hayvon ekanini. Mana kishi turundagina bir o'rnak aytaman. Bilasiz kelsa, hatto mashinalarning quvvatini ot kishi bilan hisoblaylar. Shulay eshitganingiz yo'qmi? Falan ot kishli mashina deb jiberalar, atiyanilar silashganda. Qarra g'azali. Aminim bosh mening kishin ot quvvati bilan o'lchasalar. Ul chaqda men hozirgi zamon fanining kim deganda Ferrari bo'lar edim. Dostlar, sağ bo'linglar. Menga ot qo'noqqa keldi bo'g'ay. Hayvonlar, malqay.